Oltinchi masala. Anodga 2 minut davomida shuncha elektron yetib borgan bo'lsa, zanjirda hosil bo'lgan tokni toping debdi. Demak, tok kuchini tarifi bo'yicha birlik vaqtda oqib o'tgan zaryad miqdori. Faqat zaryadni biz n-ta elektron sifatida qabul qilamiz. I teng, bunda formula o'zgaradi. N-ta elektron taqsim T. Elektronlar soni 24 10 usti 16 ko'paytirilgan. Elektron zaryadi 1,6 10 usti minus 19. Vaqtimiz 2 minut. Buni sekundga o'tkazsak, yana 60 sekund ko'paytiramiz. Endi darajalarni hal qilaylik. Birinchi bo'lib 16 bilan 19 ketsa, bu yerda 10 usti minus 3 paydo bo'ladi. Demak, bu amperdan milliamperga o'tish uchun ketsa, yo'qotib yuboramiz uni ham. Qolganini endi qisqartirishimiz kerak. 2 bilan bu ketsa 0,8. 0,8 bilan 60 dan 4 ga qisqartiramiz. Bu yerda 0,2 paydo bo'ladi. Bu yerda bo'lsa 4 ga qisqartirsak 15 bo'ladi. Bu yerda 8 ta qoladi. Bu yerda bo'lsa 5 ta. 8 ni 5 ga bo'lsa 1,6. Demak, bizda qiymat 0,32. Javob B. 7-chi masala. 1-chi ampermetr qarshiligi 5 million, 2-chi ampermetr qarshiligi 15 million. Bu ampermetrlar maksimal 9 amper tokni o'lchashga mo'ljallangan. Ularni parallel ulansa, demak, parallel ulansa deyilgan ampermetr 1, ampermetr 2. Parallel ulansa, ular qancha tokni mo'ljashi mumkin? Mulohaza quyidagicha. Demak, ikkalasi ham 9 amperga mo'ljallangan. Ikkalasi ham 9 amperga mo'ljallangan. Va birining qarshiligi, birinchisining qarshiligi 5, ikkinchisining qarshiligi 15. Parallel ulansa, ikkalasidagi kuchlanishlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Demak, agar men hozir kuchlanishni birinchisi bo'yicha 45 olsam, demak 45 ni 15 ga bo'lsak, bunda 3 amper paydo bo'ladi. Demak, bu maksimal 9 amperda o'lchayapti, 45 volt bo'lganda va parallel xossasiga ko'ra ikkalasi 45 volt bo'lishi kerak. Demak, 45 ni 15 ga bo'lsak, 3 amper paydo bo'ladi. Demak, 9 amper 3 amper bo'lib, jami 12 amperda o'lchashi mumkin ekan. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda xuddi shu ishlar bo'ladi. A1, A2. Endi past bo'yicha ketamiz. 15 ko'paytirilgan 9 amper bilan. Buni qiymati 135 volt bo'ladi. Endi parallel xossasiga ko'ra yuqorida ham 135 volt bo'lishi kerak va buni qiymati 5 millionligidan 135 da 5 ga bo'lsak 27 amper degani. Endi shu yerda mulohaza qilamiz. O'zi bu 9 amperda o'lchashga mo'ljallangan bo'lsa, 27 amperda u nima qiladi? Ampermetr kuyib qoladi. Demak, bu holat xato. Demak, bizda javob 12 amper. Javob B. Mis ionli eritma bor. Eritmadan 10 usti 23 ta elektron o'tganda qanday massa ajralib chiqadi? Demak, elektronlis formulasi kerak. M teng K Q. Bizdan massa so'ralyapti. K ni yoyamiz. Molyar taqsim N F Faraday va ko'paytirilgan Q zaryadda biz N ta elektron. Faraday sonini yana yoyib yuborsak, ishimiz osonlashadimi? Demak, molyar pastda N Faraday sonini Avogadro ko'paytirilgan elektron soni va N ta elektron Y zaryad. Demak, Y'lar qisqarib ketsa, bizda yangicha formula paydo bo'lyapti. Molyar taqsim N Avogadro valentlik va ko'paytirilgan yuqorida elektronlar soni.
Demak, shuni hisoblashimiz kerak. Demak, massa teng bo'lyapti. Molyar massamiz 64 gram taqsim mol. Elektronlar soni 10 usti 23 ta. Avogadro soni 6 10 usti 23 ta. Ko'paytirilgan valentligida qiymati 2. Demak, 10 usti 23 ta qisqarib ketsa, 2 bilan bunda 3 qolib, 4 ga qisqartirsak 16. Demak, 16 ni 3 ga bo'lsak, jami qiymatimiz 5,3 gram taqriban. Demak, bizda javob B javobda turibdi. 9-masala. Yukasi 6 volt bo'lgan manbaga qarshiligi 20 ohm bo'lgan resistor ulangan. Agar resistordagi kuchlanish 4 volt bo'lsa, manbaning ichki qarshiligini toping. Demak, mana bu holat rezistor, manba, yuka, bunda ichki qarshilik bor, bunda tashqi qarshilik bor. Bizda aytyapti, agar rezistordagi kuchlanish deyilyapti, bunday kuchlanish berilgan bo'lsa, demak biz tarmoqdagi tok kuchini topa olamiz bundan U taqsim R dan. Kuchlanishimiz 4 volt, qarshiligi 20 ekan. Demak, bundan 1 taqsim 5 amper tok o'tib turgani bizga ma'lum bo'lib qoladi. Endi ichki qarshilik topish uchun bizda tok kuchini qiymati EUK taqsim R plus R. Bu u tomonga o'tsa ko'paytirish bo'lib, demak ER plusdan EUK bu formula. Uni o'rniga qo'ysak, buni qiymati o'zi 4 volt edi. Endi bo'lsa plusdan ER teng 6 volt bo'lib qoladi. Demak, ichki qarshilikning jami qiymati unday kuchlanish 2 voltga teng ekan. Ichki qarshilik topish uchun demak 2 ni bo'lishimiz kerak 1 taqsim 5 ga. Buni qiymati 10 ohmda kelib chiqyapti. Demak, bizda javob D javob.